Qirolichalarim, eng arzon bizada shungalarimizga keldi. Bu toraytiradigan gelimiz maxsus. Shunga sevarlar va anchadan beri ishlatayotganim buni biladi. O'tsiflardan olib keling, Sevda opa olib keling deshganiga qo'yishmaganiga olib keldim. 15 minutda o'sha ta'sir qilishni boshlaydi. Buni internetda 600-700 mingdan sotishyapti. Bizada 550-560 ming chiqadi. Mana bunaqa 30 milligram bo'ladi. Tak, buni podelkasi chiqqanmi yo'q bilmayman. Balki bordir podelkasi, bilmayman. Mana bu instruksiya, katalog, shunga nimalari borligi, mana shu katalogda nima chiqsa, hamma narsasi bor shungani. Shunga qimmat brend bo'lgani uchun toraytirishga arzonroq, hamyonbop, lekin yaxshi ta'sir qiladiganimiz ham bor. Uni ham hozir videosini tashlayman. Uni ham 250 ming, 300 ming sotishyapti. 300 ming qilib beramiz uni. Ikkitasini 300 ming qilib beramiz. Bittasi ikkinchisi tekin bo'ladi shunda. Bu esa bitta mashina o'zi tak 500 mingdan oshiq chiqadi. Tak, kimga qanaqa kerak bo'lsa aytasizlar. Kstati qizlar, mana bunaqa kapsulalarni aytamiz, qo'yib yuringlar-da, bizga foydali. Mana ichida applikatori chiqadigan Clotrimazol, bu ham rosa zo'r suvlanish, hidlanish, anaqalarni oladi. Shu. Mana shunaqa narsalar o'zi keldi. Kstati, mana buni ham, mana bu go'zalimizni ham 75-80 turibdi. 85 sotuvga chiqib ketyapti.